qilinglar. Burun kelgan qo'shimcha material lapis, samsaq, sumpiyaz, chinsay, jo'say, ikki qachiq mushalat to'g'rab tayyor qilib olamiz. Va gambiyan so'ng mening cho'pini pishirib, andan keyin sovuq suv chayqab, menim tayyor qilib olamiz. Ma filmni boshdan yaxshi ko'rib foydalanib qolinglar. Fanshan qilib qo'ying, do'stlarim filmni asli ayta qilib qo'ying, foydalanib qolsin. Foydalanib qolsin. Endi qozonga yarim chumush may esib, may qizg'an chog'ida o'ylanmaga erkak paxlarning go'shtini ozroq to'g'rab silib ishga qoraymiz. Yana katta. Lapisni silib yana ishga qoraymiz. Samsaq sumpiyazni silib yana ishga qoraymiz mana. Endi chinsayni silib ishga qorib etgandan keyin dor-darmandan vijan, xo'jav, ozroq tuz solamiz yarim qo'shiqdan. Ko'ti ganjorimiz bilan 7-8 ni qoraymiz mana to'rdashlar. Vay yurak piyonlam bak oz, ma piyonching alt raqamni aymay bir qo'yinglar, ma film chiqarsam bak tushirib bor to'rdashlar. Qo'llab qo'yinglar. Quloqingiz sunib ketmas, meni qo'shmag'ala qo'shib olinglar. 7-8 ni o'ylashtirib qo'ygan keyin endi taqsiga iste'mol qilsak bo'ldi. Bu kambiyan so'man degan mushtal bo'ldi. Asli yaxshi ko'rib foydalanib qolsanglar men xo'sh.